Tadbirkorlarning 80% bir xil xatoga yo'l qo'yishadi. Ko'pchilik tushgan tushumini bo'yicha biznesini yuritadi. Lekin hisob-kitob qilib ko'rilganda biznesi zararga kirayotganini bilishmaydi. Misol uchun bir mijozim menga murojaat qildi va uning fikri bo'yicha biznesi yaxshi ketayotganligini aytdi. Lekin aslida biza hisob-kitobini qilib ko'rganimizda zararga kirayotganligi ma'lum bo'ldi. Chunki u daromadni hisoblab, xarajatlarni esa aniq hisobotini yuritmagan. Soliqlar, ijara, ayniqsa korporativniy kartadan bo'lgan xarajatlarni aniq nazoratga olib yuritish kerak. Agarda siz moliyaviy nazorat, mashq hisob-kitoblarni to'g'ri yuritmasangiz, aniq biznesingiz ko'p pul yo'qotadi. Shuning uchun albatta aniq hisob-kitobni yuritish kerak yoki bo'lmasa mutaxassisga murojaat qilishingiz shart.